Assalomu alaykum aziz opa-singillar, hurmatli ayol pensionerlar va ularning farzandlari. Bugun men sizlarga juda muhim, ko'pchilikni xursand qiladigan, lekin noto'g'ri tushunilsa ko'p savol va ovora bo'lishga sabab bo'ladigan yangi tartib haqida gapirib beraman. Bu ma'lumot ayniqsa pensiya yoshidagi ayollar, yaqinda pensiyaga chiqmoqchi bo'lgan onaxonlar, uyda farzand tarbiyalagan ayollar, ish staji masalasida xavotirda yurgan opa-singillar uchun juda kerak. Men bugun hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Oldin qanday edi, hozir nimasi o'zgardi? Kim bundan foyda ko'radi? Kim hujjatlarni tekshirtirish kerak? Qayerga murojaat qilish lozim va eng asosiysi, qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichkina hujjat yoki bitta noto'g'ri yozilgan ma'lumot pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni barcha ayollarga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir xonadonga kerak bo'lishi mumkin. Men ko'p yillardan beri pensiya, ijtimoiy himoya va hujjat masalalarida odamlarga tushuntirish berib kelaman. Eng ko'p uchraydigan savollardan biri shuki, men ayolman. Umr bo'yi ishlab ham, bolalarni ham katta qilganman, lekin pensiyam nega kam chiqdi? Uyda farzand tarbiyalagan yillarim hisobga olinadimi? Ish daftarchamda uzilish bo'lsa nima bo'ladi? Pensiyaga chiqqanman. Endi yangi tartib menga ham tegishlimi? Avvallari ko'p ayollar pensiya masalasida qiynalardi. Sababi oddiy. Ayol kishi faqat ishxonada ishlamaydi. Uyda bola tarbiyalaydi, bemor ota-onasiga qaraydi. Ba'zan turmush o'rtog'i bilan boshqa hududga ko'chadi. Ba'zan ish joyi yopilib ketadi. Ba'zan esa hujjatlar to'liq saqlanmaydi. Lekin pensiya hisoblashda ko'pincha aynan hujjat bilan tasdiqlangan ish staji va daromadlar muhim bo'ladi. Shuning uchun ayrim ayollar hayotining katta qismi mehnat bilan o'tgan bo'lsa ham, rasmiy hujjat yetishmagani uchun kamroq pensiya olayotgan edi. Endi yangicha yo'nalishda ayollar manfaatini ko'proq hisobga olishga qaratilgan tartiblar kuchaymoqda. Ya'ni pensiya tayinlashda yoki qayta ko'rib chiqishda ayrim davrlarni to'g'ri hisobga olish, farzand parvarishi bilan bog'liq davrlarni e'tibordan chetda qoldirmaslik, ish stajini elektron bazalar orqali aniqlash. Hujjatlarni qayta tekshirish va kamchilik bo'lsa tuzatish imkoniyatlari kengaymoqda. Men bu yerda eng muhim fikrni aytaman. Har bir ayol o'z pensiyasi qanday hisoblangani bilishga haqli. Agar nimadir hisobga olinmagan bo'lsa, uni aniqlashtirishga va murojaat qilishga haqli. Oldin ko'pchilik pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin hammasi tugadi deb o'ylardi. Pensiya chiqdi, endi o'zgarmaydi deb yurardi. Aslida esa pensiya tayinlashda xatolik bo'lgan bo'lsa, staj noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, maosh davri to'liq olinmagan bo'lsa, farzand parvarishi davri e'tibordan chetda qolgan bo'lsa, uni tekshirtirish mumkin. Hozirgi muhim o'zgarishlardan biri shundaki, fuqarolar o'z ma'lumotlarini ancha faol tekshirishlari, elektron tizimlarda mavjud ma'lumotlar bilan solishtirishlari, kerak bo'lsa qo'shimcha hujjat topshirishlari mumkin. Misol uchun, avvallari ayol kishi ish daftarchasidagi yozuvlarga juda bog'liq edi. Agar korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxiv hujjatlari topilmasa, muammo paydo bo'lardi. Hozir esa ayrim holatlarda elektron bazalar, soliq va bandlik ma'lumotlari, arxiv ma'lumotnomalari, sud yoki tegishli tashkilot tasdiqlari orqali stajni aniqlashtirish imkoniyati bor. Bu degani, hujjatim yo'q ekan, endi hech narsa qilib bo'lmaydi degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Yana bir muhim jihat, ayollarning farzand tarbiyasi bilan bog'liq davrlari ko'p holatlarda pensiya hisobida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Albatta, bu hamma uchun bir xil avtomatik qo'shiladi degani emas. Qonunchilikdagi aniq mezonlar, davrlar, cheklovlar va tasdiqlovchi hujjatlar bor. Lekin asosiy xabar shuki, agar siz farzand tarbiyalagan yillaringiz sabab ishlay olmagan bo'lsangiz, bu davrlarni umuman unutib qo'yish kerak emas. Ularni tekshirtirish, pensiya jamg'armasi yoki tegishli bo'limdan tushuntirish olish kerak. Men birinchi navbatda ayol pensionerlarga shuni aytaman. Pensiya miqdori faqat yoshga bog'liq emas. U staj, ish haqi, qonunchilikda belgilangan hisoblash tartibi, imtiyozli davrlar, hujjatlarning to'g'riligi va bazadagi ma'lumotlarning mosligiga bog'liq. Shuning uchun ikki ayol bir xil yoshda bo'lsa ham pensiyasi har xil bo'lishi mumkin. Biri 30 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi 12 yil ishlagan. Keyin uyda farzand tarbiyalagan bo'lishi mumkin. Biri yuqori maosh olgan, boshqasi pastroq maosh olgan. Biri hujjatlarni to'liq topshirgan, boshqasiniki esa to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin.
Masalan, birinchi holatni olaylik. Gulchehra opa 28 yoshida pensiyaga chiqqan. U 22 yil maktabda ishlagan, keyin 3 farzandni tarbiyalagan, bir necha yil rasmiy ishga qaytmagan. Pensiya tayinlanganda faqat ish daftarchasidagi asosiy davrlar hisobga olingan. Lekin farzand parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar tekshirilmagan. Agar Gulchehra opa tegishli bo'limga borib, farzandlarining tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh guvohnomasi, pasport ma'lumotlari va boshqa so'ralgan hujjatlarni topshirsa, uning pensiya ishi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Natija har doim ham katta oshish bo'lmasligi mumkin. Lekin hatto oyga ming, 1000 yoki 1000 so'm farq ham bir yilga ko'paytirilsa sezilarli pul bo'ladi. Ikkinchi misol. Muhabbat opa zavodda 1985 yildan 1998 yilgacha ishlagan, keyin zavod yopilgan. Ish daftarchasida yozuv bor. Lekin maosh haqida ma'lumot yo'q. Pensiya tayinlanganda eng qulay daromad davri olinmagan bo'lishi mumkin. Agar arxivdan maosh ma'lumotnomasi topilsa, ayniqsa ayrim yillarda maoshi nisbatan yuqori bo'lgan bo'lsa, pensiya hisobida farq paydo bo'lishi mumkin. Men bunday vaziyatda doim aytaman. Eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa ham, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov yuborishdan erinmang. Ba'zan odamlar u zavod allaqachon yo'q deb o'ylaydi. Lekin hujjatlar arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Uchinchi misol. Dilbar opa bozor va xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullangan, lekin hamma davrda rasmiy to'lov qilmagan. U pensiyaga chiqqanda staj kam ko'ringan. Bunday holatda eng katta muammo shuki, odam ishlaganini aytadi, lekin rasmiy badal yoki hujjat bo'lmasa, uni pensiya stajiga qo'shish qiyin bo'ladi. Demak, hozir hali pensiyaga chiqmagan ayollar uchun saboq juda muhim. Qayerda ishlasangiz ham rasmiylashtirishga harakat qiling. To'lovlaringiz va shartnomalaringizni tekshirib boring. Bugungi beparvolik ertangi pensiyaga ta'sir qiladi. Men quyidagi ayollarga pensiya ishini albatta tekshirtirishni tavsiya qilaman. Birinchidan, pensiyangiz kutilganda ancha kam chiqqan bo'lsa, masalan, siz 25 yoki 30 yil ishlaganman deb bilasiz. Lekin pensiya hisobida kamroq staj ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, ish daftarchangizda noaniq yozuvlar bo'lsa, muhr xira, sana noto'g'ri ishga kirgan yoki chiqqan kun tushunarsiz, korxona nomi o'zgargan bo'lsa. Uchinchidan, farzand parvarishi davrlari sizda bo'lsa va ular hisobga olinmaganini bilmasangiz. To'rtinchidan, sobiq ish joyingiz yopilib ketgan, lekin sizda maosh yoki ish davrini tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlar bo'lishi mumkin. Beshinchidan, pensiya tayinlangandan keyin yangi hujjat topilgan bo'lsa, kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning barcha ish davringiz elektron bazada to'liq ko'rinib turgan bo'lsa, ish daftarchangizdagi yozuvlar tartibli bo'lsa, pensiya tayinlanganda barcha farzandlar va zarur davrlar hisobga olingani haqida aniq ma'lumot olgan bo'lsangiz, pensiya hisob kitobingizni tushungan bo'lsangiz, unda ortiqcha vahimaga hojat yo'q. Lekin baribir bir marta tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki men amaliyotda shuni ko'p ko'rganman. Odam o'zi hammasi joyida deb yuradi. Aslida esa bitta davr kiritilmagan bo'ladi. Yana bir misol keltiraman. Saodat opa 2000 yildan 2010 yilgacha bog'chada ishlagan. Keyin boshqa tashkilotga o'tgan. Pensiya tayinlanganda 2003 yildan 2005 yilgacha bo'lgan davr bazada ko'rinmagan. Sabab tashkilot nomi o'zgargan. Hujjatlar noto'g'ri topshirilgan. Saodat opa arxiv ma'lumotnomasini olib kelgandan keyin davr tasdiqlandi. Bu kabi holatlar ko'p. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiya masalasida menimcha degan gap yetarli emas. Hujjat va hisob kitobni ko'rish kerak. Endi juda muhim, ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Hamma davr ham avtomatik stajga qo'shilmaydi. Masalan, farzand tarbiyalaganingiz hayotiy haqiqat. Lekin pensiya hisobida u qonuniy tartibda va belgilangan chegaralarda hisobga olinadi. Buning uchun farzandning tug'ilganlik guvohnomasi, onalikni tasdiqlovchi hujjatlar. Ba'zan nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Agar pasportdagi familiyangiz bilan eski hujjatdagi familiyangiz farq qilsa, buni albatta tasdiqlash kerak. Aks holda tizim bir odamni boshqa odam deb ko'rishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, bir davr ikki marta hisoblanmaydi. Masalan, ayol bir vaqtning o'zida rasmiy ishda ishlagan va shu davrda farzandli bo'lgan bo'lsa, bu davrni qanday hisoblash tartibi alohida ko'rib chiqiladi. Odamlar ba'zan men ishlaganman ham, bola ham tarbiyalaganman, demak 2 baravar qo'shiladi deb o'ylaydi. Yo'q.
Pensiya hisoblashda takroriy hisoblashga yo'l qo'yilmaydi. Shu sabab har bir holat alohida ko'riladi. Uchinchi nozik jihat pensiyani qayta hisoblash uchun asos bo'lishi kerak. Shunchaki qo'shib bering deb og'zaki aytish yetarli emas. Sizda yangi hujjat, ilgari hisobga olinmagan davr, noto'g'ri kiritilgan ma'lumot yoki hisob kitobda xatolik bo'lishi kerak. Shuning uchun murojaat qilganda aniq yozish lozim. Pensiya hisobimda falon yillar ish stajim hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Tekshirib berishingizni so'rayman. Yoki farzand parvarishi bilan bog'liq davrlarim hisobga olinmaganini aniqlab berishingizni so'rayman. 4-chi nozik jihat qo'shimcha hujjat topshirilganda pensiya qachondan oshishi masalasi ham tartibga bog'liq. Ba'zi holatlarda qayta hisoblash murojaat qilingan sanadan, ba'zi holatlarda boshqa belgilangan sanadan amalga oshirilishi mumkin. Shuning uchun kechiktirmaslik kerak. Agar sizda hujjat bugun bor bo'lsa, uni 1 oy, 2 oy, yarim yil uyda saqlamang. Har bir oy siz uchun yo'qotilgan imkoniyat bo'lishi mumkin. 5-chi nozik jihat telefon orqali aytilgan gap bilan rasmiy javob bir xil kuchga ega emas. Siz albatta yozma murojaat qiling yoki elektron murojaat yuboring. Shunda sizda murojaat raqami, sanasi va javob olish huquqi bo'ladi. Og'zaki borib so'radingiz, kimdir bo'lmaydi dedi. Siz qaytib keldingiz. Lekin nega bo'lmasligi haqida rasmiy asos yo'q. Men bunday vaziyatda har doim rasmiy javob oling, keyin baho bering deyman. Eng ko'p uchraydigan xato ayollar o'z pensiya hujjatlarini ko'rmaydi. Pensiya tayinlandi, kartaga pul tushdi, tamom deb o'ylaydi. Aslida siz pensiyangiz qaysi staj asosida, qaysi maosh davri asosida, qanday tartibda hisoblanib bilishingiz kerak. Agar tushunmasangiz, mutaxassisdan izoh so'rang. Bu sizning huquqingiz. Ikkinchi xato eski hujjatlarni tashlab yuborish, ishdan bo'shash haqidagi buyruq nusxasi, maosh ma'lumotnomasi, kasaba uyushmasi hujjati, arxivdan olingan qog'oz, eski mehnat shartnomasi. Hatto ayrim holatlarda mukofot yoki lavozimga tayinlash haqidagi ma'lumot ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Men ko'p oilalarda ko'rganman. Farzandlar uyini yig'ishtirib, eski qog'ozlar deb tashlab yuboradi. Keyin onasining pensiya masalasida aynan o'sha qog'oz kerak bo'ladi. Shuning uchun barcha hujjatlarni alohida papkaga solib qo'ying. 3-chi xato familiya o'zgarganini tasdiqlamaslik. Ayol kishi turmushga chiqqanda familiyasi o'zgaradi. Keyin ajrashgan bo'lsa, yana o'zgarishi mumkin. Eski diplom, ish daftarchasi, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, pasport ma'lumotlari bir-biriga mos kelmasa, pensiya bo'limida savol tug'iladi. Shuning uchun familiya o'zgarishini tasdiqlovchi nikoh guvohnomasi yoki tegishli ma'lumotnomani tayyorlab qo'yish kerak. 4-chi xato vositachilarga ishonib pul berish. Pensiya masalasi rasmiy tartibda hal qilinadi. Kimdir men tanish orqali pensiyangizni oshirib beraman desa, juda ehtiyot bo'ling. Pensiya faqat qonuniy asos va hujjat bilan qayta hisoblanadi. Agar sizda asos bo'lmasa, hech kim uni qonuniy oshirib bera olmaydi. Agar asos bo'lsa, siz buni o'zingiz ham rasmiy murojaat bilan hal qilishingiz mumkin. Endi eng kerakli joyi, siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, ish daftarchasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar. Eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotnomalari, maosh haqidagi hujjatlar, agar bo'lsa mehnat shartnomalari va buyruq nusxalarini tayyorlang. Hamma narsani bitta papkaga soling. Hujjatlarning nusxasini ham tayyorlab qo'ygan yaxshi. Ikkinchi qadam, pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumot so'rang. Yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Agar elektron xizmatlardan foydalanishni bilsangiz, rasmiy portal orqali ham murojaat yuborishingiz mumkin. Murojaatda juda aniq yozing. Mening pensiyamni hisoblashda qaysi ish staji va qaysi davrlar inobatga olinganini tushuntirib berishingizni so'rayman. Shuningdek, farzand parvarishi davrlari va mavjud hujjatlarim asosida qayta ko'rib chiqish imkoniyatini tekshirishingizni so'rayman. 3-chi qadam, hisobga olinmagan davrlarni alohida ro'yxat qiling. Masalan, 1997 yildan 1992 yili ilgacha tergacha tikuv fabrikasida ishlaganman. 1994 yildan 1997 yilgacha farzand parvarishida bo'lganman. 2007 yildan 2006 yilgacha maktabda ishlaganman deb yozib chiqing. Yoniga hujjat bor yoki yo'qligini belgilang. Shunda mutaxassis bilan gaplashganda aniq gapirasiz, chalkashmaysiz.
4-qadam. Eski ish joylari bo'yicha arxivga so'rov yuboring. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. So'rovda korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, familiyangiz o'sha paytda qanday bo'lganini yozing. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, bilganingizcha eski va yangi nomni ko'rsating. Arxiv ma'lumotnomasi topilsa, bu pensiya masalasida juda muhim dalil bo'lishi mumkin. 5-qadam, javobni kuting va yozma javobni saqlang. Agar ijobiy javob bo'lsa, qayta hisoblash tartibi bo'yicha tushuntirish oling. Agar rad javobi bo'lsa, unda nima sababdan rad etilgani yozilishi kerak. Hujjat yetarli emas, davr tasdiqlanmadi. Qonunchilikka ko'ra asos yo'q kabi sabablar bo'lishi mumkin. Shundan keyin siz yetishmayotgan hujjatni topishga harakat qilasiz yoki javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin. 6-qadam, farzandlaringizdan yordam so'rang. Men buni alohida aytaman. Chunki ko'p onaxonlar hujjat ishlaridan charchaydi. Elektron tizimlardan foydalanishni bilmaydi. Farzandlar esa telefon orqali portalga kirishi, arxiv manzilini topishi, nusxa chiqarishi, murojaat matnini yozib berishi mumkin. Aziz farzandlar, onangizning pensiyasi bu faqat pul masalasi emas. Bu ularning umr bo'yi qilgan mehnatga hurmat masalasi. Bir kun vaqt ajrating. Onangizning hujjatlarini tartibga solib bering. Keling, yana bir nechta hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Bir ayol 20 yil rasmiy ishlagan, 4 nafar farzand tarbiyalagan, lekin pensiyasi past. Bu holatda birinchi tekshiriladigan narsa, 20 yilning hammasi tajga kirganmi? Maosh hisoblashda qaysi yillar olingan? Farzandlar bo'yicha davrlar ko'rilganmi? Agar bitta ish joyi bo'yicha ma'lumot yo'q bo'lsa, pensiya kamroq chiqishi mumkin. Yana bir ayol 15 yil ishlagan, keyin norasmiy savdo qilgan. U men 30 yil mehnat qildim deydi. Hayotiy tomondan bu to'g'ri, lekin pensiya hisobida rasmiy tasdiq kerak. Agar norasmiy davrlar uchun badal to'lanmagan bo'lsa, ularni qo'shish qiyin bo'ladi. Bunday ayollarga men shuni maslahat beraman. Hozir ishlayotgan yoki tadbirkorlik qilayotgan bo'lsangiz, rasmiy tartibni tekshiring. Pensiyaga chiqqandan keyin emas, oldindan harakat qilish kerak. Yana bir vaziyat, ayol pensiyaga allaqachon chiqqan, lekin yaqinda eski ish joyidan maosh ma'lumotnomasi topildi. Bu hujjatni uyda saqlab qo'yish kerak emas. Uni olib borib pensiya bo'limiga ariza bilan topshirish kerak. Arizada yangi topilgan hujjat asosida pensiyamni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yoziladi. Mutaxassislar hujjatni tekshiradi. Agar qonuniy asos bo'lsa, qayta hisoblash amalga oshiriladi. Yana bir vaziyat, ayolning ish daftarchasida yozuv bor, lekin muhr o'qilmaydi. Bunday holatda qo'shimcha tasdiq kerak bo'lishi mumkin. Arxiv ma'lumotnomasi, korxona hujjati buyruq nusxasi yordam beradi. Agar hech narsa topilmasa, masala murakkablashadi, lekin baribir rasmiy maslahat olish kerak. Chunki har bir holatda yechim yo'li boshqacha bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p gaplar yuradi. Hamma ayollarning pensiyasi avtomatik oshar ekan. Har bir farzand uchun falon million berilar ekan. Bugun ariza bermasangiz imkoniyat yo'qilar ekan degan vahimali xabarlar chiqadi. Men sizlardan iltimos qilaman. Bunday xabarlarni tekshirmasdan ishonmang. Rasmiy manba pensiya bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki qonunchilikka asoslangan tushuntirish bo'lmasa, shoshilmang. Lekin bu befarq bo'ling degani emas. Eng to'g'ri yo'l. Mish-mish emas, hujjat va rasmiy javob. Agar kimdir sizga hamma ayollarga bir xil qo'shimcha pul beriladi desa, savol bering. Qaysi qaror asosida, qaysi sanada, kimlarga qanday shart bilan? Pensiya tizimida hamma uchun bir xil degan holatlar kam bo'ladi. Odatda har bir inson staji, ish haqi, hujjati va holati alohida hisoblanadi. Shuning uchun qo'shningizning pensiyasi oshgani sizniki ham aynan shunday oshadi degani emas. Lekin qo'shningizda topilgan imkoniyat sizda ham bo'lishi mumkin, agar hujjatlaringiz o'xshash bo'lsa. Men sizga oddiy namunaviy matnni og'zaki aytaman. Siz uni o'zingizning holatingizga moslab yozishingiz mumkin. Men falonchi hozirda yoshga doir pensiya olaman. Pensiyamni tayinlashda barcha ish stajim, farzand parvarishi bilan bog'liq davrlarim va mavjud maosh ma'lumotlarim to'liq hisobga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Qo'shimcha ravishda falon yillarda falon tashkilotda ishlaganimni tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilaman. Agar qayta hisoblash uchun asos bo'lsa, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq, tinch, rasmiy va tushunarli yozing. Hech kim bilan tortishish shart emas.
Sizning kuchingiz hujjatda. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qayta izoh so'rang. Agar hujjat yetishmasa, qaysi hujjat kerakligini yozma ravishda so'rang. Agar rad etilsa, rad etish sababi bilan tanishing. Aziz opa-singillar, bugungi eng muhim xulosa shuki, ayol pensionerlar o'z pensiya huquqlarini bilishi, hujjatlarni tekshirtirishi va kerak bo'lsa qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilish kerak. Yangi tartib va amaliy imkoniyatlar shuni ko'rsatadiki, avval hisobga olinmagan ayrim davrlar, xususan ish staji, maosh ma'lumotlari, farzand parvarishi bilan bog'liq holatlar e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Lekin buning uchun siz faol bo'lishingiz, hujjatlarni yig'ishingiz va rasmiy murojaat qilishingiz zarur. Men sizlarga maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni bir joyga jamlang. Ish stajingizni yillar bo'yicha yozib chiqing. Farzandlaringiz hujjatlarini tekshiring. Familiya o'zgarishlari bo'lsa, tasdiqlovchi qog'ozlarni toping va pensiya bo'limidan hisob kitobingizni tushuntirib berishni so'rang. Bu ish bir kunda tugamasligi mumkin, lekin boshlamasangiz umuman natija bo'lmaydi. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va albatta bu videoni onangizga, opangizga, qo'shningizga, dugonangizga yuboring. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangizda staj yoki hujjat bo'yicha muammo bo'lganmi? Qayta hisoblatib ko'rganmisiz? Qaysi savol sizni qiynayapti? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Oqartirilgan huquq emas, bilib olingan huquq odamga foyda beradi. Shuning uchun befarq bo'lmang. Hujjatlaringizni tekshiring va o'z haqingizni qonuniy yo'l bilan talab qiling.